Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida so'zlashmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari. Ya'ni 6 yosh va undan kattalar uchun juda dolzarbdir. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki men hozir aytmoqchi bo'lgan yangiliklar yaqin 4 kun ichida sizning hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu nafaqat imkoniyatlarni boy bermaslik, balki ba'zi qiyinchiliklarning oldini olish uchun ham muhimdir. To'g'ri eshitdingiz, bor yo'g'i 4 kun qoldi. Bu boradagi ma'lumotlar ko'pchilikni tashvishga solishi mumkin, lekin men sizga hammasini oddiy va tushunarli tilda tushuntirib beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir detal muhim. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati shundaki, avvalgi tizimda pensiya va boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanish jarayoni ko'pincha juda murakkab, vaqt talab qiladigan va ko'plab byurokratik to'siqlarga ega edi. Tasavvur qiling. Yoshi ulug' insonlar pensiya miqdori haqida ma'lumot olish, ijtimoiy yordam uchun murojaat qilish yoki oddiygina ma'lum bir hujjatni rasmiylashtirish uchun turli idoralarga borishiga majbur bo'lishardi. Bu esa uzoq navbatlar. Transportda yurish, hujjatlar to'plash va to'ldirish bilan bog'liq katta qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ko'pchilik uchun bu jarayonlar jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir edi. Ba'zan bitta oddiy ma'lumotni olish uchun ham bir necha kun, hatto haftalar sarflashga to'g'ri kelardi. Har safar qandaydir yangilik yoki o'zgarish bo'lsa, buni tushunish, bilish va amalga oshirish yanada murakkablashadi. Qog'ozbozlik, u yoqqa chopish, bu yoqqa chopish, bu barcha holatlar nafaqaxo'rlarimizning qimmatli vaqtini va sog'lig'ini olardi. Raqamli xizmatlar mavjud bo'lsa-da, ular yagona platformada birlashtirilmagan. Foydalanuvchilar uchun har doim ham tushunarli yoki qulay emas edi. Natijada ko'plab imtiyozlar va yordam turlari haqida ma'lumot yetarli bo'lmagani uchun ko'pchilik ulardan foydalana olmasdi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz tomonidan pensiya xizmatlari deb nomlangan yangi yagona mobil ilova ishga tushirilmoqda. Bu ilova aynan 60 yosh va undan katta bo'lgan fuqarolarimiz uchun barcha davlat xizmatlariga oson va tezkor kirishni ta'minlashga qaratilgan. Bu shunchaki yana bir ilova emas, balki raqamli transformatsiyaning muhim qadami bo'lib, qog'ozbozlikni kamaytirish, navbatlarni yo'q qilish va xizmatlarni uyimizga, qo'limizga olib kelishni maqsad qilgan. 4 kun degan muddat esa bu ilovaning to'liq ishga tushish sanasi yoki uning ma'lum bir funksiyasidan muddatli ravishda foydalanish imkoniyatini anglatadi. Bu muddatdan so'ng imkoniyatlar biroz cheklanishi yoki ba'zi bonuslar qo'ldan boy berilishi mumkin. Shuning uchun bu yangilikni bilish va tezkor harakat qilish juda muhim. Bu ilova barcha muhim ma'lumotlarni bir joyda to'playdi va ulardan foydalanishni imkon qadar soddalashtiradi. Endi siz nafaqangiz bilan bog'liq har qanday ma'lumotni bir necha tugmani bosish orqali olishingiz mumkin. Endi esa ushbu yangi tizim haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha tafsilotlarga to'xtalib o'tamiz. Pensiya xizmatlari ilovasi azizlar, bu nafaqat pensiya miqdorini tekshirish imkoniyatini beruvchi, balki ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishni ham soddalashtiruvchi kompleks yechimdir. Ushbu ilova orqali siz pensiya to'lovlari tarixini ko'rishingiz, pensiya hisobingiz holatini kuzatishingiz, ba'zi bir tibbiy xizmatlar uchun navbatga yozilishingiz, dorixonalarda chegirmalarga ega bo'lish uchun maxsus kodlar olishingiz, hattoki ayrim turdagi ijtimoiy yordamga onlayn tarzda murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ilovaning interfeysi aynan yoshi ulug' insonlarning ehtiyojlari va qulayligini inobatga olgan holda yaratilgan. Katta shriftlar, aniq tugmalar, sodda navigatsiya, bularning barchasi ilovadan foydalanishni maksimal darajada osonlashtirishga qaratilgan. Kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar biroz xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, hozirda davlat idoralariga borishda jismoniy qiyinchiliklarga duch kelayotgan, har bir hujjat uchun navbat kutishdan charchagan, uzoq yo'llar bosib o'tishga majbur bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz uchun bu ilova hayotiy zaruratdir. Siz endi uyda o'tirgan holda choy ichib, televizor ko'rib turganingizda ham o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz yoki xizmatlarga murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, 2 yoshli Mariya opa Toshkentning chekka hududida yashaydi.
U har oy pensiya miqdori o'zgarganmi yoki yo'qligini bilish uchun pochta bo'limiga borardi. Yo'lga yarim soat, navbatga 1 soat, jami 2 soatdan ortiq vaqtini sarflardi. Endi yangi ilova orqali u o'z uyida telefonni ochib 5 daqiqa ichida barcha kerakli ma'lumotlarni bilib olishi mumkin. Bu uning vaqtini, kuchini va pulini tejaydi. Yoki 65 yoshli Ahmad aka yurak xastaligi tufayli doimiy ravishda dorilarga muhtoj. Uning maxsus imtiyozli dorilar olish uchun har safar shifokordan ma'lumotnoma olib, uni ijtimoiy ta'minot bo'limiga olib borib, keyin dorixonaga borishga to'g'ri kelardi. Bu jarayon kamida yarim kunni olardi. Yangi ilova orqali esa u o'zining raqamli imtiyoz kartasini smartfonda ko'rsatib, to'g'ridan-to'g'ri dorixonadan kerakli dorilarni imtiyozli narxda olishi mumkin bo'ladi. Bu uning uchun nafaqat qulaylik, balki sog'lig'ini saqlash uchun ham muhim. Ikkinchidan, o'z farzandlari yoki nabiralariga har doim ham murojaat qila olmaydigan, ularni bezovta qilishni istamaydigan yoki ba'zi bir shaxsiy ma'lumotlarni o'zi hal qilishni afzal ko'radigan pensionerlarimiz uchun ham bu ilova ayni muddaodir. Mustaqillik hissi, o'z ishlarini o'zi bajarish imkoniyati bular qariyalarimiz uchun juda qimmatli. Uchinchidan, ba'zi bir yangi eksklyuziv imtiyozlar yoki yordam turlari faqatgina ushbu ilova orqali taqdim etilishi kutilmoqda. Masalan, ilk bor ilovadan ro'yxatdan o'tgan 10,000 nafar foydalanuvchiga jamoat transportida 1 oylik bepul safar uchun bonus berilishi kabi dasturlar joriy qilinishi mumkin. Bu raqamlar taxminiy, ammo davlat har doim o'z fuqarolarini qo'llab-quvvatlashga intiladi. Shuning uchun bu kabi imkoniyatlarni bo'y bermaslik uchun ilova haqida xabardor bo'lish va undan foydalanishni o'rganish shart. Kimlar esa unchalik tashvishlanmasa ham bo'ladi, lekin baribir xabardor bo'lishi lozim. Bu birinchidan, allaqachon raqamli xizmatlardan faol foydalanadigan, smartfonda turli ilovalarni bemalol ishlatadigan zamonaviy pensionerlarimiz. Sizlar uchun bu ilovaga ko'nikish jarayoni osonroq kechadi. Shunday bo'lsa-da, bu yangi ilovada ehtimoliy yangi funksiyalar yoki bonuslar bo'lishi mumkinligini unutmang. Raqamli texnologiyalar bilan ishlashda yaqinlardan doimiy yordam oladigan fuqarolarimiz ham nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning farzandlari yoki nabiralari ilovani o'rnatishda va undan foydalanishda yordam berishadi. Lekin shunga qaramay, bu ilova haqida sizning ham xabardor bo'lishingiz, uning imkoniyatlarini bilishingiz, ayniqsa kutilmagan vaziyatlarda o'zingiz mustaqil harakat qilish uchun juda muhimdir. Masalan, Toshkentda yashovchi 38 yoshli Xadicha bu nevarasi tomonidan smartfonda elektron hukumat xizmatlaridan foydalanishni o'rgatilgan. U shuning uchun nisbatan tayyor. Lekin pensiya xizmatlari ilovasida uning uchun maxsus ajratilgan avtobus kartasiga raqamli obuna bo'lish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda u nevarasidan so'rashni unutishi mumkin. Agar bu ilova haqida xabar topsa, uning o'zi ham bu imkoniyatdan foydalanishni so'rashi mumkin. Qisqasi, hammamiz uchun bu yangilik muhim. Endi esa ushbu jarayonning istisnolariga, yashirin qopqonlariga va e'tiborga arzigulik noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu ilovada ham ba'zi murakkabliklar va e'tibor talab qiladigan holatlar mavjud. Birinchi istisno va savol: agar kimdirning smartfoni yoki internetga ulanish imkoniyati bo'lmasa-chi? Albatta, bunday vaziyatlar bo'lishi mumkin. Hamma ham zamonaviy smartfonlarga ega emas yoki qishloq joylarda internet bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday hollarda davlat buni inobatga olgan holda bir nechta muqobil variantlarni taklif qilishi kutilmoqda. Masalan, pensiya jamg'armasi yoki xalq qabulxonalari qo'shida maxsus yordam markazlari tashkil etilishi mumkin. Bu yerda mutaxassislar sizga ilovani o'rnatishda, ro'yxatdan o'tishda va undan foydalanishda yordam berishadi. Shuningdek, ba'zi xizmatlar uchun avvalgidek jismoniy murojaat qilish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu borada cheklovlar yoki qo'shimcha talablar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Eng muhimi, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz, qo'shnilaringiz, ular sizga smartfoningizga ilovani yuklab olish va dastlabki sozlashlarda yordam berishga tayyor bo'lishlari kerak. Ikkinchi istisno: agar kimdirning jismoniy imkoniyatlari cheklangan bo'lsa va u ilovadan foydalana olmasa-chi? Ko'rish qobiliyati past bo'lganlar, qo'llari titraydigan yoki barmoqlari nozik harakatlarni bajara olmaydigan insonlar uchun bu muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatlar uchun ham yuqorida aytilganidek yordam markazlari mavjud bo'lishi kerak. Bundan tashqari, ilovaning o'zi ham maxsus imkoniyatli foydalanuvchilar uchun moslashuvchan funksiyalarga ega bo'lishi mumkin.
Masalan, ovozli boshqaruv kattalashtirish imkoniyatlari. Lekin baribir bu borada yordamchining ko'magi juda muhimdir. Endi esa yashirin qopqonlar va e'tibor berish kerak bo'lgan joylarga o'tamiz. Eng katta qopqon bu firibgarlik. Har doim yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan birga g'arazli niyatli shaxslar ham faollashadi. Ular sizni rasmiy ilova deb aldab, soxta ilovalarni yuklab olishga yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PNFL, bank karta raqamlaringizni so'rab olishga urinishlari mumkin. Qat'iyan ogohlantiraman. Pensiya xizmatlari ilovasini faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni Google Play Market Android telefonlar uchun yoki Apple App Store iPhone telefonlar uchun do'konlardan yuklab oling. Har qanday shubhali xabarlar, havolalar yoki qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat organlari sizdan hech qachon telefon orqali bank karta raqamingizni yoki unga bog'liq kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir sizdan bunday ma'lumotlarni so'rasa, darhol aloqani uzing va huquq tartibot idoralariga xabar bering. Ilovaning nomi ham rasmiy ravishda e'lon qilingan bo'lishi kerak. Ilovani yuklab olishdan oldin uning nomini va ishlab chiquvchining nomini diqqat bilan tekshiring. Ikkinchi jihat ma'lumotlar xavfsizligi. Ko'pchilik shaxsiy ma'lumotlarni internetga joylashdan xavotirlanadi. Davlat bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishi kerak. Ilovada barcha ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanishi va uchinchi shaxslarga berilmasligi kafolatlanishi shart. Shunga qaramay, har doim ehtiyotkor bo'ling. Telefoningizni begona qo'llarga bermang. Ekran qulfidan foydalaning va parollaringizni hech kimga aytmang. Uchinchi jihat texnik qiyinchiliklar. Har qanday yangi tizimda dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar, ilova ishlashida sekinliklar yoki xatolar paydo bo'lishi mumkin. Bu normal holat. Agar ilova ishlamay qolsa yoki biror narsa ataniq vayma ko'tarmang. Ilovada albatta texnik yordam bo'limi yoki ishonch telefoni raqami bo'lishi kerak. Shu raqamga murojaat qilib o'z muammongizni tushuntiring. Xizmat ko'rsatuvchilar sizga yordam berishga majbur. 4-nuanca barcha xizmatlar birdaniga to'liq ishga tushmasligi mumkin. Dastlabki bosqichda ilova ba'zi asosiy funksiyalarni taklif qilishi, keyinchalik esa bosqichma-bosqich yangi funksiyalar qo'shilishi mumkin. Masalan, birinchi bo'lib pensiya ma'lumotlarini ko'rish, keyinroq tibbiy sug'urta, undan so'ng kommunal to'lovlar va hokazo. Shuning uchun ilovaning yangilanishlarini kuzatib borish muhimdir. Va nihoyat 4 kun muddati nima uchun? Bu muddat ehtimol ilovaning rasmiy ishga tushish sanasi bo'lishi mumkin. Yoki bu dastlabki foydalanuvchilar uchun maxsus bonuslar, imtiyozlar olish muddati bo'lishi ham mumkin. Masalan, birinchi 5000 nafar ro'yxatdan o'tgan pensionerlar uchun maxsus mobil aloqa tariflari taklif etilishi. Agar shunday bo'lsa, bu imkoniyatni boy bermaslik uchun tezroq harakat qilish lozim. Har qanday holatda ham bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki sizning foydangizga bo'lgan bir chaqiriqdir. Endi esa eng muhim qismga yetib keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam tayyorgarlik. O'zingizning smartfoningiz borligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ehtimol eskirgan telefoningiz bo'lsa ham, u ilovani o'rnatishga yetarli bo'lishi mumkin, lekin eng yaxshisi nisbatan yangiroq modeldan foydalanish. Telefoningizda internet ulanish imkoniyati borligini tekshiring. Wi-Fi yoki mobil internet. Internet trafik cheklangan bo'lsa ham ilovani bir marta yuklab olish uchun yetarli bo'ladi. Keyinchalik u ko'p trafik talab qilmasligi kerak. Ikkinchi qadam ilovani yuklab olish. Bu eng muhim qadam va yuqorida aytilgan firibgarlikdan saqlanish uchun eng ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joy. Birgi Android telefonlar egalari uchun. Google Play Market ilovasini oching. Odatda yashil rangdagi uchburchak shaklida bo'ladi. 2 iPhone egalari uchun Apple App Store ilovasini oching. Odatda ko'k rangdagi A harfi shaklida bo'ladi. 3. Qidiruv maydonchasiga pensiya xizmatlari deb yozing. Ilovaning rasmiy nomi e'lon qilingandan so'ng aynan shu nomdan foydalaning. Hozircha bu nom taxminiy. Ehtimol My Pension yoki e-pension kabi nomlar bo'lishi mumkin. Dit. Natijalar orasidan davlat organlari tomonidan ishlab chiqilgan rasmiy ilovani toping. Odatda ishlab chiquvchi nomi O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi yoki Davlat xizmatlari agentligi kabi bo'ladi. Ilovani ko'rib chiqishda uning rasmiy ekanligi amin bo'lish uchun sharhlarni, yuklab olishlar sonini va ekranda ko'rsatilgan skrinshotlarni tekshiring. 5. Yuklab olish yoki
o'rnatish tugmasini bosing va ilovaning telefoningizga o'rnatilishini kuting. 3-qadam ro'yxatdan o'tish. Ilovani ochganingizdan so'ng sizdan ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish taklif etiladi. 1. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. 2. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritish so'raladi. Odatda bu pasport seriyasi va raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami va e-mail manzili agar mavjud bo'lsa bo'ladi. Bu ma'lumotlarni aynan pasportingizdagidek to'g'ri va xatosiz kiriting. PIN-FL bu pasportingizning pastki qismida joylashgan urdi xonali raqam o'tib, telefon raqamingizga tasdiqlash kodi keladi. Uni ilovadagi maxsus maydonga kiriting. Bu sizning haqiqiy shaxs ekanligingizni tasdiqlaydi. 4. Shuningdek, sizdan parol yaratish so'raladi. Parol xavfsiz bo'lishi uchun harflar, raqamlar va belgilarning kombinatsiyasidan foydalaning. Parolingizni eslab qo'ling va uni hech kimga aytmang. Yaxshisi uni biror joyga yozib qo'ying. 5. Ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlangandan so'ng siz ilovaning asosiy sahifasiga kirishingiz mumkin bo'ladi. 4-qadam dastlabki qadamlar va foydalanish. Ilovaga kirganingizdan so'ng uning asosiy funksiyalarini o'rganishga harakat qiling. 1. Mening pensiyam bo'limiga kiring. Bu yerda siz pensiya miqdoringiz, to'lovlar tarixi va boshqa tegishli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Imtiyozlar yoki xizmatlar bo'limlarini ko'zdan kechiring. Bu yerda sizga mavjud bo'lgan turli imtiyozlar va davlat xizmatlari ro'yxati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar savollaringiz bo'lsa, yordam yoki bog'lanish bo'limiga o'ting. Bu yerda siz savollaringizga javob topishingiz yoki mutaxassislar bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarini topishingiz mumkin. Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Ro'yxatdan o'tishdan oldin quyidagi hujjatlarni qo'lingizda tayyor turishi maqsadga muvofiq. Pasport asli, chunki undagi barcha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ayniqsa PIN-FL, pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Faol telefon raqami, kodni qabul qilish uchun. Ba'zi hollarda agar sizdan so'ralsa shaxsiy bank kartangizning raqami, lekin uning to'liq ma'lumotlarini, ayniqsa orqa tomondagi CVV kodini hech qachon kiritmang. Murojaat qilish uchun qayerga borish kerak? Agar siz ilova bilan o'zingiz mustaqil ravishda ishlay olmasangiz, quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, xalq qabulxonalari, ba'zi shahar va tumanlarda maxsus tashkil etilgan raqamli savodxonlik markazlari yoki keksa avlodga yordam markazlari. Bu markazlarda malakali mutaxassislar sizga barcha qadamlarda yordam berishadi. Aziz do'stlar, men bugun sizga pensiya xizmatlari ilovasi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Bu ilova nafaqaxo'rlarimizning hayotini sezilarli darajada osonlashtirishga qaratilgan ulkan bir qadamdir. Endi siz davlat xizmatlaridan foydalanish uchun uzoq yo'llar bosib, navbat kutib o'tirmaysiz. Barcha kerakli ma'lumotlar va imkoniyatlar sizning smartfoningizda, qo'lingizda bo'ladi. Bu vaqtni tejaydi, sog'liqni asraydi va eng asosiysi sizga mustaqillik hissini beradi. Yaqin 4 kun ichida ushbu ilova to'liq ishga tushadi yoki undan foydalanish uchun muhim muddat yakunlanadi. Shuning uchun hozirning o'zida harakat qiling, bu imkoniyatni boy bermang. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda muhim. Shunday ekan, ushbu ilova haqida qanday fikrdasiz? Uni o'rnatishda yoki undan foydalanishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Yoki aksincha sizga qanday foyda keltirdi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni siz bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni asrang va sog' bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.